Shahar markazidan, ya'ni Alayskidan, Nur turar joy majmuasidan 85 kvadratli uyimizni obzorini ko'ramiz. Bu uyimizni zal qismi bo'ladi. O'rtoqlar, ko'ryapsizlar qanaqa katta zalimizni. Bu yoqda mana shu ko'rinayotgan narsalari ham qoladi. Yana bitta tomonni aytib o'tay, bu yoq tomonda katta uzun balkoni ham bor. Balkonini o'zingizlar uyni ko'rgani kelganinglarda ko'rsataman. Ko'ryapsizlar, hamma sharoit qilib qo'yilgan. Bu yoqdan chiqishingizda o'ng tomonda sanuzel qilingan dushovoy variantligi. Bu yoqdan keyin keladigan bo'lsanglar, dalshi bu spalnya xonamizga qaranglar, qanaqa tinch, ham katta. Maza qilib dam olsanglar bo'ladi. Spalnyani o'zini sanuzeli bor, bu ham dushovoy variantdaligi. Qaranglar o'rtoqlar, hamma sharoiti bor. Ya'ni ham shaharning markazida maza qilib yashashinglar uchun-da bu uylar. Prixoshkalarini qaranglar, qanaqa katta. Bu yoq tomonimizda prachniy bo'ladi. Xohlasanglar garderobniy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana shunaqa uzun yo'lagi, bu yoq tomon podest tomondan kirish qismi ko'rishinglar mumkin. Shundan kirib kelishinglardan to'g'rida ayollarimizning, opa-singillarimizning sevimli joyi, ya'ni kuxnyasi. Kuxnyani ham ko'ryapsizlar o'rtoqlar, katta. Ovqatlanib o'tirish uchun ham alohida joylari mavjud. Yaxshi tomonni ham ko'rsatdik, keling, buni ham bitta ko'rsating. Основной idish tovoq yuvadigan mashinasigacha ham bor. Hurmatli kuzatuvchilar, shahrimizning markazidan, ya'ni Alayskidan 85 kvadratli mana shunaqa 2 xonali shinamgina uyimizning narxini 176 ming dollar so'raymiz. Bu uyimizda faqatgina naqdga sotiladi. Hurmatli kuzatuvchilar, bunaqa imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar. Uy-joy sitini kuzatayotgan bo'lsanglar, har kuni har xil uy-joylarni qo'yamiz. Bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Uy-joy siti bilan oson va qulay.